assalomu alaykum. Nasirjon aka, omonmisiz? Sizni bezovta qilmadingmi? Bugun tug'ilgan kuningizni yoki adashdikmi? Mana Nasirjon aka surpriz loyihasida bezovta qilyapmiz. Bugungi tug'ilgan kunlar, shaxsiy ayyomlar tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim yaqinlar baxtiga, oila a'zolari baxtiga va qolaversa, asosiysi siz uchun qadrli bo'lgan qirolichangiz baxtiga ardon sog'lom bo'ling. Hayotingizda shunaqangi xursandchilik kunlar, baxtli kunlar ko'p bo'lsin. Ilohim har yili sizni shunday surprizlar bilan tabriklab yurish bizga har doim nasib qilsin. Qadrdonlarga yig'ilgan kun, jigarlarim yig'ilgan kun, dunyoning eng baxtli insoni bugun Nasirjon akam tug'ilgan kun deya bugun ayolingizni nomidan, yaqinlaringizni va qolaversa qadrdoningiz Umidjon akamning nomlaridan ham tabriklaymiz. Bugun sizni tabriklash vaqti yaqin qarindoshlar, ayolingiz, farzandlaringiz, jamiki oila a'zolaringiz, qadrdonlaringizni nomlaridan tabriklash vaqtiga muyassar bo'lganimizdan juda ham boshimiz osmonga yetdi aka. Mana bu qarsiylar sizga Nasirjon aka. Bugun mana shu kechani uyushtirgan, siz uchun qadrli bo'lgan mehribon qirolichangiz va qolaversa Umidjon aka, farzandlaringiz, yaqinlar, qarindoshlar uchun, oila a'zolaringiz uchun yurakdagi dil izhorlarini bemalol yo'llashingiz mumkin akajon. Xursand bo'ldingizmi bugungi surprizdan? Albatta, nihoyatda xursandman, Shahbozjon. Yashang, sog' bo'ling, boringizga shukur. Bugungi vaqtli kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin sizga. Bayramona kayfiyat beramiz. Bunaqa yoshlarni ko'proq bo'ling. Har yili sizga mana shunday pozitiv kayfiyat bilan yurishdan bizlarga hech qachon charchamaylik. Agar tug'ilgan kunlar yana bir bor muborak bo'lsin. Bayramni yaxshi o'tkazing. Rahmat, katta. Sog' bo'linglar. Telefon qilib, opamga telefon qilib, Umidjonga telefon qilib surprizni oldim, bolalar tabriklash deb qo'yasiz. Surpriz qanaqa bo'lgan tafsilotlar bo'lishasiz. Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Baxtli kunlaringiz bor. Ana shunday ko'taring kayfiyatda oqshom quroli Nasirjon akamiz baxtli kunlar bilan tabrikladik. Bugungi shukrona kunlari akamizga yana bir bor muborak bo'lsin. Sizning yaqinlaringiz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, tug'ilgan kunlarda, baxtli kunlarda, xursandchilik kunlarda, xursandchilik ulashmoqchimisiz? Darhol surpriz loyihasiga murojaat qiling. Sizga biz yordam beramiz. Eng zo'rlari faqat surpriz loyihasida bilan sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bizda har doimgidek